Dilozorjon, bir narsa chiqdi bizga. Boshlab qo'yaverasan. Mana sizga, demak, chiroyli ko'rinish, ikkinchi qavat. Hammasini aytib o'tamiz. 85 kvadrat, 63 ming AQSh dollar. Mana sizga haqiqiy xonadon, ikki tomonlama proyekt, ikkinchi etaj. YouTube kanalimiz avvalambor assalomu alaykum. Sizlarga duh kontr kotel gaz bor uydan 3 xonalik ikkinchi etaj laminat parket, полный bitoy texnika jihoz. Endi jihozlarni salkam kelishasizlar. Narxi lekin juda ham zo'r. Korobkaning narxi e'tibor qilayotgan 63 ming AQSh dollari, ikkinchi etaj. Bu yoqda esa yotoqxonamiz. Ikki tomonlama e'tibor qilayotgan bo'lsangiz, narxi ideal. Yo'qot degan umiddaman. Bu yoqda keyingi joyimiz zal bo'lyapti. Konditsionerimiz bor, mana shunaqangi xon taxta, o'tirib ovqatlanish uchun stol stullar. Qilingan televizor bor. Hammasini ko'rsataman, kelavering. Bu yoqda bizani endi pulni saqlaysiz, bunaqangi seyf. Uyimiz egalari Taqvodir fayzli xonadon sizga taklif qilyapman. Televizorlari bor, mana bu esa bolalarimiz uchun darsxona hamda yotoqxonasi. Yo'q degan umiddaman, yaqinlaringizga tarqating, like bosib esdan chiqmasin. Joylashgan lokatsiyasi Buxoro shahar, Fayzobod, yangi hokimiyatga yaqin, Fayzobod masjidimiz yaqin, yo'g'i Karzenka 1 yaqin. Xullas hamma narsa yaqin. O'qish joylari sizga yoqadi degan umiddaman, yaqiningizga tarqating albatta, like bosib esdan chiqmasin. Salomat bo'ling.